yüzüde. Toğra, sen közü görünmeymen. Lekin meni yüreksiniz kızınız. Yeniniz işgallikimni bilisiz. Bana bu söyüşkenler bir-biriga pek işinidu. Bu muhabbet alemde yeni bir çift söyüşkenlerni etkeldim. Bu muhabbet yeni taqdirning qandoq sinoqlari bilan uchrashidu. Gap qilmamsiz? Men deyman. Aytgandan beri malliga qiptimi, shu sizmi gap qilib beqim? Ha bo'pti, las yana men gap qilay. Sizmi yaxshi o'ylab beqing. Mening mush shaharga kelishim kim uchun? Shaharda mushundaq ishlashim nima uchun? Acaba siz mendan mushunda tezla voz kechmoqchimi? Men sizni bu yerga keling demagan-ku. To'g'ri. Men o'zim xohlab kelgan. Siz oliy maktabga o'tdingiz. Men o'tamadim. Lekin men nayt xush. Sizga agishib bu shahar keldim. Cho'ng kichik ishlarni qildim. Cho'ngni cho'ng, kichikni kichik. Vay. Hamma qiladi chiqaman. Gerçi japa chekkan bo'lsam-mu, voysimidim, bo'shashmidim. Ancha-muncha pul tepib, sizning o'qish rasxotingizni g'amladim, to'ladim degandek. Men sizga o'qish pulimni to'lang demagan bo'g'iydi. Yo'q. Men o'zim xohlab to'lagan. Shu mening o'ylig'im. Shu siz yaxshi o'qib, yaxshi natija bilan maktab bitirsangiz, xizmat topsangiz, uning uchun men tirishib bir egilik tiklisam, keyinchi bir yaxshi oila qursak, baxtli bo'lsak degan hissiyat tutdim. Egilik tikilsa? Ha? Qani? Qarang Arzu. İşler degan asta-asta bo'ladi. Allah hamma odamning rizqini ayrim-ayrim berdi. Biz tirishsaqlar chuqum bizga buningmi yaxshi kunlarni, hozirgidami yaxshi kunlarni berish mumkin. Siz mendan bundaq boldir, bundaq tezli voz kechvasangiz bo'lmaydi. Oliy maktabga o'tganim, u mening tirikchanligim. Xizmatga chiqqanim, natijam. Sizin ayrılığınım bo'lsa, u tanlışım. Başqalarning tanlığınım, u o'zimning xohishi. Endi ketsam bo'la. Acaba mushu necha yildan beri mening to'lagan badalim hech nimani isbotlab berolmam-da. Isbotlaydi? Nimani? Ahmoqligingizni.